Sanoatlashgan, shijoatli yoshlarga boy, investitsion salohiyati yuqori, infratuzilmasi mukammal va yorqin kelajak sari tik borayotgan hudud deya ikkilanmasdan Navoiy viloyatini misol qilish mumkin. Eng ilg'or g'oyalar, loyihalar va tashabbuslar amalga oshirilayotgan mazkur zaminda ishlab chiqarish sohalari jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda jahon miqyosida nufuzi oshib borayotgan Navoiy Uran davlat korxonasida ham qator loyihalar amalga tatbiq etilyapti. Xususan, korxona xorijiy hamkorlar ishtirokida investitsiyalarni jalb etish, qator samarali loyihalarni amalga oshirish, raqobatbardosh kadrlarni transformatsiya jarayonlariga jalb qilish va ishlab chiqarish hajmini oshirishni o'z oldiga asosiy maqsadlardan etib belgilab olgan. Xalqaro turdosh kompaniyalar orasida tobora tanilib borayotgan korxonada geologiya qidiruv, qazib olish va qayta ishlash jarayonlariga yangi ilg'or texnologiyalar jalb etilyapti. Bu borada aniq raqamlar fikrlarimizga yanada oydinlik kiritadi. Birgina joriy 2025-yilning birinchi choragida korxonaga 24 ta burg'ulash qurilmasi xarid qilindi va tabiiy uranni qazib olish ishlari hajmi yanada oshirildi. Buning samarasida geologiya qidiruv ishlari hajmining prognoz ko'rsatkichlariga nisbatan 127,4% ga bajarilishi ta'minlandi hamda o'sish sur'ati 151,8% ni tashkil etdi. Texnologik burg'ulash ishlari 121,5% ga, o'sish sur'ati 209% ga bajarildi. 2024-yilda O'ran va noyob metallar geologiyasi ilmiy ishlab chiqarish markazi tomonidan jami 50 ga yaqin geologik qidiruv ishlari olib borildi. Ushbu ishlar natijasida 1,5 million pagonometr burg'ulash ishlari bajarildi va O'ran zaxirasi rejaga nisbatan karraga oshirildi. Uchta kon bo'yicha yakuniy hisobotlar davlat zaxiralar komissiyasi tomonidan tasdiqlandi. 2025-yilda jami 48 ta obyektlarda geologik qidiruv ishlari olib borish rejalashtirilgan. Geologik qidiruv ishlari olib borish natijasida 1,850,000 pagonometr burg'ulash olib boriladi. Ko'zda tutilgan bu orqali O'ran zaxirasini 140% ga o'stirish rejalashtirilgan. Joriy yilning 1-may holatiga 61 ta burg'ulash uskunasi ishga jalb qilingan. Shu kungacha qariyb 700,000 pagonometr burg'ulash ishlari bajarildi. 2025-yilda 3 ta kon bo'yicha hisobotlar tuziladi va shularning ikkitasi davlat zaxiralari komissiyasiga taqdim etiladi. Bularning barchasi mamlakatimizda mineral resurslarini mustahkamlash va ularni oshirish, shuningdek xomashyo bazasini barqaror rivojlantirish borasida muhim qadamlar hisoblanadi. Shuningdek, mahsuldor eritmalarni qayta ishlash hajmi 141,1%, o'sish sur'ati bilan 105,4% ga bajarildi. Hozirgi kunda bizning ish faoliyatimiz juda ham jadallashib oshib boryapti. Deyarli har oy 20% ziyodroq tayyor mahsulotni ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda burg'ulash ishlari jadallashtirib boryapti. Yangi uskunalar kelyapti. Bundan tashqari qo'shimcha yordamchi sifatida outsourcing kompaniyalarini qo'shimcha joriy etib burg'ulash ishlari jadallashtirildi. Bizning eng asosiy vazifam birinchi o'rinda burg'ulash ishlarini, geotexnologik ishlarni va texnologik jarayonlarni nazorat etib va qo'yilgan vazifalarni bajarish. Shu vazifalarni bajarish maqsadida burg'ulash ishlari kuchaytirilib borilmoqda, yangi uskunalar joriy etilyapti. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun yangi texnologiyalar joriy etilyapti. Geotexnologiya usulida. Geotexnologiya usulida biz hozirgi kunda texnik kislorod bilan zakisleniya qilish usulini ishlatamiz va u o'zini yaxshi samarasini beryapti. Avval bu jarayonlar faqat kislota yordamida olinadi va biz qo'llayotgan texnologiyamiz kam mablag' qilinadi, kam xarajatlar bo'ladi. Biz hozir turgan joyimizda buni 13-MSU deb nomlanadi. Bunaqa MSU'mizda bizda 21 ta. Bu MSU'mizda texnik kislorod geotexnologiya jarayonida ishlatiladi. Yangi konlar ochilyapti. Bu kelajagi juda ham porloq. Yangi burg'oy uskunalarimiz shu yerda ham jalb etilgan. Shu yil hisobida mana shu MSU'mizda yanada burg'ulash ishlarini olib borib, ishlab chiqarishni 3 barobar oshirdik. Oldin televizorlarda ko'rardik bu burg'oylarni. Bu qiziqishim shu yoshida qiziqib 2010-yilda burg'ulash qurilmasiga ishga kirdim. Ishimni o'zimga yoqadi. Kasbim o'zimga yoqadi. Bu texnikani yaxshi ko'ramiz. Texnika turlari. Jamoaviy ishlaymiz. Ishimiz
ketma-ketligini bilsak, hamma ishlarimiz yaxshi bo'lib ketaveradi. Va jamoa bilan kelishilgan holda 5 ta shogird tayyorlab chiqdi, shogird chiqdi. Menga shogird bo'lganlar, yaxshi shogirdlarim hozir yana shu yerda ishlab yuribdi. Ko'plari oliy o'qishlarga kirdi. Kasbimdan albatta faxrlanaman. O'rinlash bo'lmasin, endi qiyinchiliklarga keladigan bo'lsak, biror narsani qiyinchilik deb bo'lmaydi. Birgalikda qiladigan hamjihatlik ish bo'lsa, qiyinchilik bo'lmaydi. Endi qishki kunlari bo'ladi. Ba'zan yomg'ir, qor ishlash to'g'ri keladi. Glubinamiz chuqurligi bir xil joylarda 120 metr. Ayrim joylarda mana ro'da berishga qarab 200-300 metrgacha burg'ulash ishlarini olib boraveramiz. Uchquduq biotexnologiya koni Navoiy uran korxonasida bir necha yillardan boshin elektrochilangar vazifasida o'z xizmat vazifamni bajarib kelmoqdaman. Korxonada shu yillar mobaynida belgilangan rejalarni oldindan bajarib kelyapti. Men kabi ishlayotgan yoshlarning har biri korxonada bo'layotgan o'zgarishlardan, istiqbolli rejalardan, korxonada bo'layotgan rag'batlantirishlardan rozi biz. Kelgusida ham korxonamizda bundanda qulayliklar yaratilishini, korxonamizda bo'layotgan zamonaviy texnologiyaga kirib kelishini va davlatimizga korxonamizda ishlab chiqarilayotgan uran mahsulotdan yanada davlatimiz rivojlanishi yo'lida hissamiz tegayotganidan xursandmiz. Hozirgi kunda elektrochilangarlik vazifasida quduqlarga xizmat ko'rsatamiz. Bu shu vazifani bajarayotgan davomida turli xil tabiat qiyinchiliklari bo'ladimi, yomg'irli, qorli kunlar bo'ladimi, biz shunday kunlarga qaramasdan, quyoshli kunlarga qaramasdan o'z xizmat vazifamizni sidqi dildan bajarayotganimizdan xursandmiz. Navoiy uran korxonasi bu bir jamoa, bir tan, bir katta daraxt bo'ladigan bo'lsa, uning shoxlari uchquduq biotexnologiya koni bo'ladigan bo'lsa, shu maqsad yo'lida biz har birimiz tinmay ishlayapmiz, mehnat qilyapmiz. Bundan keyin davlatimiz farovonligi yo'lida, rivoji yo'lida, yoshlarimiz kelajagi yo'lida bu Navoiy uran korxonasi yanada istiqbolli rejalarni amalga oshirishini xohlaymiz, tilakdoshimiz va bu yo'lda tinmay harakat qilamiz. Jamoamiz doimo yurtimiz istiqboli yo'lida, ravnaqi yo'lida tinmay mehnat qiladi. Yurtimizga foydamiz tegayotganidan, mana shu korxonada ishlab chiqarish jarayonlarida faol ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. Aytish joiz, ayni paytda korxonaga qarashli 23 ta uran konlarida qazib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida yildan yilga ishlab chiqarish hajmining o'sib borayotganidan dalolat beradi. Jumladan, ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'ati o'tgan yilning ayni shu davriga nisbatan 133,3%ni, mahsulot ishlab chiqarish 4,5 trillion so'mni tashkil qilmoqda. 2025-yilning yanvar-aprel oylarida eksport hajmi 117,2% ga yetkazilib, o'sish sur'ati 101,1% ga bajarildi. Mahalliylashtirish dasturiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 15 ta loyiha doirasida 40 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarish ko'lamining oshib borayotgani korxona mahsulotlarini qator chet davlatlar, jumladan Janubiy Koreya, Hindiston, Yaponiya, Kanada va Fransiya kabi davlatlarga eksport qilish imkonini bermoqda. Ta'kidlash joiz, ushbu jarayon O'zbekiston brendining dunyoda tanilishiga zamin yaratdi. Natijada joriy 2025-yilning mart oyida korxona tomonidan ikki chet davlat, Fransiya, Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida muhim kelishuv imzolandi. Ushbu kelishuv Jongildi konida uran ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirish va bir qancha hamkorlikdagi loyihalarni ko'zda tutadi. Yetakchi xorijiy kompaniyalar bilan ham hamkorlik ishlari olib borilgan. Masalan, yaqindagina kelishuv imzolandi Fransiyaning Arana Mining kompaniyasi bilan, Yaponiyani Itochu, Jokmei korxona kompaniyalari bilan ham hamkorlik aloqalari o'rnatilganki, ulardagi mavjud texnologiyalar o'zaro tajriba almashinuvi hisobiga Buyantondi tumanida joylashgan hozir Jingildi maydonini joriy yilda Fransiyaning Arana Mining korxonasi bilan tashkil etilgan Nurlikum Mining qo'shma korxonasi bilan qazib olish ishlari joriy yilda boshlanadi.
Nurobod ishlab chiqarish maydoni korxonaning janubiy qanoti hisoblanadi. Ziyovuddin Zirabuloq maydonida joylashgan geotexnologik konlar tabiiy uranga boy bo'lib, ayni paytda istiqbolli konlarni foydalanishga topshirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, istiqbolda ishlab chiqarish maydonining qazib olish va qayta ishlash quvvatlarini texnik va texnologik qayta jihozlash, Arnasoy, Tuvaqtov, Janubiy Ingichka, Sharqiy Ag'ron maydonlarida burg'ilash ishlarini olib borish, uran qazib olish va qayta ishlashga mo'ljallangan texnologik majmualarni barpo etish bo'yicha investitsiya loyihalarini o'zlashtirish rejalashtirilgan. Hozir biz Nurobod ishlab chiqarish maydonini Sabrsa geotexnologik konida yangi ishga tushirilgan birinchi geotexnologik maydon 6-dala maydonida turibmiz. Hozir yaqinda ishga tushirilgan davlat rejalarini bajarishda o'zining hissasini qo'shib kelayotgan yangi maydon. Bugungi kunda ushbu kon bizlarning kunlik ishlab chiqarishimizni 10% dan yuqori miqdorini beryapti. Yangi ishga tushirilganiga qaramasdan o'zining hissasini qo'shib kelyapti. Hozir bu yerda 6 ta burg'ilash qurilmasi ishlab turibdi. Umuman olganda yil boshlanganidan beri 15 dona yangi burg'ilash qurilmasi olib kelinib, ishga tushirilib, ishlarni davom ettiryapti. 2024-yilning birinchi choragiga nisbatan 2025-yil birinchi choragida o'sish sur'atlari burg'ilash sohasida asosan hozir ko'proq burg'ilash uskunalari kelganligini hisobiga 200%, ya'ni 2 hissa barobarida burg'ilash hajmlari oshdi. Shunga yarasha ishlab chiqarish hajmi ham, qayta ishlash hajmi ham oshib bormoqda. 150% ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ham, tayyor mahsulot ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ham oshdi. Mana shu ishlab turgan 6-dala maydonini ishlab chiqarish ko'rsatkichlari oshiriladi. Undan tashqari Sharqiy Og'ron uchastkamiz, yangi maydonimiz bor. O'shanda burg'ilash ishlari olib borilyapti. Ular ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ko'tariladi. Undan tashqari Ingichka dala maydonimizda yangi maydonlar ishga tushiriladi. Undan tashqari ishlab chiqarish hajmlari ko'paygani hisobiga qayta ishlash quvvatini ham oshirish uchun shu unumdor yirtman qayta ishlash uchastkasida ham qo'shimcha quvvatlar barpo etiladi. Nurobod ishlab chiqarish maydoniga outsourcing asosida burg'ilash uskunalari olib kelingan. Chet el firmalari, O'zbekistonda o'zining ichki o'zbek firmalaridan ham 3 ta outsourcing firmasi hozir bizda faoliyatini olib boryapti. Bugungi kunda bizlarning vazifamiz unumdor yirtmalarni qayta ishlash uchastkasi geotexnologik konlarda qazib olinayotgan uranni ikkilamchi ishlov berib, yarim tayyor mahsulot sifatida Navoiy uran davlat korxonasi uran ishlab chiqarish zavodiga jo'natishdan iborat. Hozirgi oshib borayotgan sur'atlarga moslashib davlat rejalarini amalga oshirish. Shu o'rinda korxonaning barcha quduqlarini jihozlashda ishlatiladigan quvurlarni ishlab chiqarayotgan plastmassa quvurlari va mahsulotlari ishlab chiqarish sexi haqida to'xtalib o'tish joiz. Foydalanishga topshirilgan 1996-yilda ishlab chiqarish quvvati 3000 tonna bo'lgan sex bugungi kunda 9000 tonna polivinil xlorid va 500 tonna polietilen quvurlari ishlab chiqarmoqda. Birgina polivinil xlorid quvurlari ishlab chiqarish 2 barobarga oshib, mahsulot turi 27 taga yetdi. Polietilen quvurlari liniyasida esa 24 xildagi mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Oxirgi yilda yuqori debitli texnologik quvurlardan ishqorlangan aralashmani so'rib oluvchi nasoslar uchun yangi tipdagi quvurlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ishlab chiqarish jarayoni hozir shu bugunga kungacha 9001 tonna plan berilgan. Mana shu 4 oy ichida 4336 ming tonna planni bajardik. Bu foiz hisobiga olgan holda 122 kundan 1% ga ishlab chiqarishdi. Shu yutuqlarga erishganmiz. Fevral oyida nemis texnologiyasini olib kelganmiz. Bu bizani yana yuqori surat va bajarishga olib keldi. Bu extruder deydi. Germaniyaning Weber kompaniyasi bilan olib kelingan. Shuni ishga tushirdik. Bu 195 mm dan 90 millimetrgacha turbani ishlab chiqaradi, PVH turbalarni. Hozirgi vaqtda KDE filtrni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Yangi qurilmamiz kelgan Xitoy kompaniyasi bilan uni o'rnatdik. Yana yangi ish o'rni ochiladi. Buni yaqin kunlarda ishga tushiramiz. Nurobod ishlab chiqarish maydonini KDE filtrlar bilan 100% ta'minlaymiz. Umumiy maydoni 11000 gektarni egallagan Navoiy uran korxonasida sulfat kislota ishlab chiqarish sexi alohida o'ringa ega.
Sifatli va tabiiy uran ishlab chiqarishda asosiy birikmalardan biri hisoblangan sulfat kislotasining korxonaning o'zida ishlab chiqarilishi mahsulotning tan narxini birmuncha pasayishiga olib kelmoqda. Hozirgi paytda sulfat kislotasi ishlab chiqarish sexini texnik qayta jihozlash ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Eng asosiysi, sexda ikkilamchi resurslardan foydalanilgan holda elektr energiya ishlab chiqarishga erishildi. Bu esa sexning o'zini 80% ga elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini berdi. Hozirgi kunda Navoiy uran davlat korxonasi sulfat kislota ishlab chiqarish sexida bizda o'sha mexanika bo'limi bo'yicha ko'plab mahalliylashtirish davlat dasturi doirasida sovutgichlar, Hayinga 900 sovutgichlarni o'zlashtirdik va oltin gurgut eritish qozonini ham mahalliylashtirish bo'yicha ishlab chiqardik. Hozirgi kunda mana burovoy dastgohlari uchun burovoy shtangalar ishlab chiqaryapmiz. 50 diametrdagi polietilen quvurlarni o'zimizda ishlab chiqarib, Navoiy uran biotexnologik koniga berib kelmoqdamiz hozirgi kunda. Mana shu kungacha burg'ulash dastgohlari, burovoy shtangalar bizda chet eldan, ya'ni Rossiyadan keltirilganda, mana shu o'zimizda ishlab chiqarib quvurlarni sotib olib, bugungi kunda o'zimiz ishlov berib, mexanik ishlov berib, Rossiyadan olingan narxi 250 milliondan oshganda bir donasi uchun hozirgi kunda 40 million so'mga bizga tan narx kelib tushyapti. Mana shu bugunda sulfat kislotani tan narxiga ancha foydasi kelyapti bu borada. Bu bo'yicha unumdor eritmalarni surib olish quduqlari bo'yicha ham, nasoslari bo'yicha filtrlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. U bo'yicha ham mana bizda hozirgi kunda ishlab chiqarilyapti. Filtrlar ham o'sha unumdor quduqlar, nasoslari uchun filtrlar ishlab chiqaryapmiz va o'sha nasos nimalar uchun, burovoy quduqlar uchun 50 diametrdagi polietilen quvurlar ishlab chiqarmoqdamiz. Seximiz uchun bu yangi yo'nalish hisoblanadi. Bizda hozirgi kunda ikkinchi qismi mana shu 50 diametrdagi polietilen quvurni ishlab chiqarishda ikkinchi qismini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Nasib bo'lsa bir hafta 10 kun ichida bu narsa yo'lga qo'yiladi to'liq va mana shu biotexnologik koni uchun Navoiy uran uch-quduq ichimi ishlab chiqarish maydonini to'liq 50 diametrdagi polietilen shlang bilan qoplashga, yetarli hajmda ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Kelgusida rejalarimiz mana bu nasoslar, chetdan olinayotgan nasoslarni ehtiyot qismlarini o'zimizda ishlov berib, o'zimizda shu narsalarni ustida ishlab, kislotani tan narxini yanada pasaytirib, bundanda Navoiy uran davlat korxonasiga o'z hissamizni qo'shishni xohlaymiz biz. Ma'lumki, davlat korxonalarini transformatsiya qilish orqaligina ularning jozibadorligini oshirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-iyuldagi 2022-2030-yillarda Navoiy uran davlat korxonasida uranni qazib olish, qayta ishlash hajmlarini oshirish hamda uni transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 319-sonli tarixiy qarori bu borada dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Joriy yil ham korxona uchun samarali yillardan biri bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi aprel oyida korxona transformatsiyasi yo'lida yana bir muhim qadamlardan biri tashlandi. Gap shundaki, tadqiqotlar va kredit reytingini aniqlovchi jahon lideri sanalgan Sustainable Fitch agentligi tomonidan ESG reytingining 3-darajasida 55 ball ko'rsatkich bilan baholandi. Korxonamizda ESG tamoyillarni joriy etish yo'nalishida bir qator ishlar olib borilmoqda. Xususan 2024-yilda ISO xalqaro standartlarini joriy etish bo'yicha 5 ta yo'nalishda tegishli ishlar olib borildi va ushbu yo'nalishlarda sertifikatlar qo'lga kiritildi. Joriy yilda yana 2 ta yo'nalishda bular compliance nazorati tizimi va korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha standartlar joriy etildi va tegishli sertifikatlar qo'lga kiritildi. Korxonaning aktivlarini zamonaviy standartlar bo'yicha qayta baholash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan SRK Consulting kompaniyasi bilan birgalikda korxonaning muhim 17 ta konlari xalqaro JORC standartlariga muvofiq qayta baholash ishlari yakunlandi va tegishli hisobot taqdim etildi. Buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq tayyorlangan moliya hisobotlari
moliya hisobotining xalqaro standartlarini birinchi marta qo'llash IFRS talablaridan kelib chiqib, 2022-yil va 2023-yillar uchun birinchi bor hisobotlar tayyorlandi va taqdim etildi. Ushbu hisobotlar Deloitte xalqaro audit kompaniyasi tomonidan auditdan o'tkazildi va audit yakuni bilan iyul oyida ijobiy auditor xulosasi qo'lga kiritildi. 2024-yilning noyabr oyida Standard & Poor's Global Ratings agentligidan BB- barqaror xalqaro kredit reytingini olishga erishildi. Mazkur reyting bizga korxonamizga xalqaro moliyaviy bozorlarda yanada qulayroq shartlarda moliyaviy mablag'larni jalb etish imkoniyatini yaratadi. Korxonaning raqamli transformatsiyasini joriy etish bo'limi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, ishlab chiqarish jarayonlarini onlayn nazorat qilish maqsadida burg'ulash, mahalliy sarson qurilmalar, mahsulot ilpalarini qayta ishlash uchastkalari, ogohlantirish modellaridan iborat bo'lgan uran qazib olishning axborot tahliliy boshqaruv tizimi, ya'ni SCADA Dashboard Analytics tizimi ishlab chiqildi. Shu bilan birga uran va noyob metallar geologiyasi ilmiy ishlab chiqarish markazi geologik laboratoriyasi faoliyatini ham raqamlashtirildi. Bunda laboratoriya ma'lumotlarini avtomatlashgan boshqaruv tizimi ishga tushirildi. Ushbu tizim laboratoriya tadqiqotlarini o'tkazilishida yuborilgan namunalarni holatini QR kod orqali kuzatib borish va natijasi bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, ijro intizomini yanada oshirish maqsadida korxonada yagona idoralararo hujjat almashuv tizimi bilan integratsiya qilingan ijro Navoiy-Uran.uz platformasi ishlab chiqildi va ijro nazorati shu tizim orqali amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, korxona resurslarini boshqarish tizimlari ham raqamlashtirildi. Bu maqsadda 1S ERP tizimining birinchi bosqichi joriy etildi. Bunda korxonaning moliya, xaridlar, omborxonalar, soliq va buxgalteriya hisobi elektron olib borish imkoniyati yaratildi. Bugungi kunda korxonada avtoparkni boshqarish hamda yoqilg'i moylash mahsulotlari hisobini yuritish raqamlashtirilgan tizimi joriy etilmoqda va bu ishlar yakuniy bosqichga yetib kelgan. Ma'lumki, 2001-yildan boshlab yurtimizda may oyining 3-yakshanbasi konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Har yili ushbu sana soha xodimlari tomonidan o'zgacha shukuh va hayajon bilan kutib olinadi. Sababi ayni shu kuni ko'plab o'z ishining fidoyilari mehnati samarasini ko'radi va joriy yilgi bayram ham bundan mustasno bo'lmadi. Sana munosabati bilan Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyida o'tkazilgan bayram tadbirida sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va erishilayotgan natijalar xususida so'z bordi. Tantanada Navoiy kon metallurgiya kombinati va Navoiy Uran davlat korxonasi xodimlariga bayram tabrigi yo'llandi. So'zga chiqqanlar mamlakatimiz rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shib kelayotgan yirik ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion rivojlanish sohasida erishilgan yutuqlarni alohida e'tirof etishdi. Yuqorida erishilgan yutuqlarda albatta ahil jamoaning o'rni katta. Mazkur jarayonda o'zining halol mehnati, fidoyiligi va mas'uliyati bilan hamkasblariga namuna bo'layotgan korxonaning bir guruh mehnatkashlari rahbariyat tomonidan esdalik nishonlari va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Bizni kamtarona qilingan mehnatimizni yuqori baholab, mana bugun ko'krak nishoni berishdi. Bundan nihoyatda xursandman. 2003-yildan beri mana shu Navoiy Uran korxonasi geotexnologiya konlarida o'z xizmat vazifamni olib borganman. O'sha yerda ishlaydigan texnologlar, muhandislar bilan birgalikda biz mana shu ish faoliyatimizni olib boramiz. Oldimizga qo'yilgan rejalarni ortig'i bilan Xudoga shukr mana shu bugungacha bajarib kelyapmiz. Albatta bizning ishimiz qishning sovug'i, yozning issig'iga qaramasdan oldimizga qo'yilgan rejalarni ortig'i bilan bajarib kelyapmiz. Mutaxassislar bilan, texnologlar bilan, gidrogeologlar bilan ish faoliyatimizni olib boramiz. Men bundan nihoyatda xursandman. Bayram tantanalari davomida viloyatimiz xonandalari tomonidan ona vatanga muhabbat va sadoqat, o'z yurtiga va kasbiga fidoyilik kabi fazilatlar ulug'langan kuy-qo'shiqlar kuylandi. Badiiy jamoalarning raqslari barchani davraga chorladi. Shu kuni har bir mana shunday kasbidan kamol topayotgan kishining yuz-u ko'zida bugungi dorilamon kunlar uchun shukronalik aks etdi.